Ajralayotganlarga qarab tursam, ota-onalari ham yosh, ko'pincha-da. Mana hozirgi sharoit ham xuddi shu bugun. Otasi, onasi 40 dan 50 gacha yetar yetmas, o'zlari ham yosh. Ha, hali kuchim bor. Hali evla olayman sizlarni o'zim degandek qilarmikin? Yani men hali qiz bolaman, turmushga chiqmaganman. Bitta amakim qizlari kelib qoldi endi. Amakim izinga qaytib ketdi deganlar. 4-5 ta bolali bo'ldi. Iziga qaytib keldi, boshqa qaytib kelmadi. Bolalarni uylantirdi. Qaytib kelish degan narsa yo'q edi-da. Yo'qol. O'yinga bor. O'sha yerdan kelma. Bo'ldi. Bu yerda uy yo'q, joy yo'q. Undan keyin mahalladan Uyalishardi. Nima sababdan qishloqlarda ajrim kam? Mahalladan uyaladi. Ajralish hammaga oson. Turmushga chiqish qizlarga ayniqsa qiyin. Erlar uylanaveradi. Lekin degan narsa bor. Qaytib kelgan qiz o'sha oilada yashab ketishi qiyin. Nega? Chunki u uy ko'rdi. O'zini uyida begona. Qizlar to'g'ri gapirayotgan bo'lsam aytinglar. O'zingizni uyingizda begonasiz. Chunki uni qilaman desangiz kenangiz qarab turibdi. Buni qilaman desangiz onangizga yoqmaydi. Kecha onangizga yoqqan xatti harakatingiz bugun yoqmaydi. Chunki siz qaytib keldingiz.